Toshda tayyorlanadigan muzqaymoq haqida eshitganmisizlar? Amerikaning Cold Stone muzqaymoqlarini to'g'ridan-to'g'ri tarjima qilsangiz ham muzdek tosh degan ma'noni beradi. Bu brend o'zi 1988-yilda Amerikada tashkil topgan. Hozirda Toshkentda 3 ta filiali bor. Bu yerning eng katta fishkasi muzqaymoqning ta'mi aynan sizni ta'bizga qarab yaratiladi. Muzdek granit toshining ustida muzqaymoqqa shokolad, meva, yong'oq, pechenye, karamel va hokazolarni qo'shib, aynan sizga yoqadigan muzqaymoqni yasab berishadi. Shunda bu yerda muzqaymoqning turi chegaralanmagan, xohlaganingizcha olsangiz bo'ladi. Xohlovchilar uchun muzqaymoqning 53 turini menyuga kiritib qo'yishgan. Shaxsan o'zim 3 xilidan yeb ko'rdim. Menga ta'mi juda ham yoqdi. Eng asosiysi bu ta'mni boshqa joydan uchratish qiyin. Muzqaymoq ichiga solingan qo'shimchalar bu muzqaymoqning ta'mini rang-barang qilib beryapti. Vaflilarini qasr-qusur qilib tishlab yesangiz ham mazza. Cold Stone'da muzqaymoqdan tashqari yaxna ichimliklar, limonadlar, milkshake'lar va smuzilarga assortiment juda ham katta. Hattoki muzqaymoqli tortlar ham bor ekan. Odatda bu yerda 150 gramm muzqaymoq tortiq qilinadi va buni narxi 18 mingdan 47 minggacha bo'lishi mumkin. Yetkazib berish xizmati ham mavjud. Xavotir olmanglar, muzqaymoq erib ketmaydi. Maxsus idishlarda yetkazib berishadi. Men hozir Seoul Moondagi joyda bo'ldim. Ichkarida ham, tashqarida ham o'tirish uchun joylari bor. Bundan tashqari Magic City hamda Riviera Mallda ham bularning filialligi bor. Cold Stone 12 dan kechki 11 gacha ishlaydi. Adresi Seoul Moon. Shundan kirib kelavurishinglar bilan liftdan o'tishinglar bilan o'ng qo'lda.